Yana bitta volontyorstvodan vlogimni kutganmi bilaman, конечно, kutmagansizlar, lekin men bu zo'r kunni aytib berishim kerak. Hamma narsa tinchgina ketayotganda, lekin bir kuni meni vizaga volontyorstvoga chaqirishdi, lekin bu vizani pokazi emas edi. Bu birinchi marta Toshkentda o'tayotgan vizadan yosh dizaynerlar uchun konkurs bo'ldi. Odatda bu konkurs Qozog'istonda bo'lib o'tardi, lekin men har yili topshirganimda shu konkursga men o'ta olmas edim, lekin bugun men volontyor bo'lib bo'lsa ham o'tdim. Bilasizlarmi, bu dizaynerlar uchun juda ham katta. Так, давайте volontyorstvoda nima qilganlarimni aytib beraman. Kelishim bilan meni srazu olib ketishdi. Menga volontyor kerak deb birinchi molga bordim. Men uchun juda ham katta quest bo'ldi. 1 soat ichida menimcha 3 ta etajli moldagi magazinlarni hammasini aylanib bittagina futbolkani topish mayli hech nima qilmaydi. Zato bu vizani главный boshqaruvchisi uchun edi. Bizani har bittamizni dizaynerlarga prikrepить qilib qo'yishdi. Har bittamizga bitta dizaynerga yordam berdik, kiyimlarni dazmol qildik, joylashtirishga yordam berdik, и так далее. Ovqat yeb oldik. Shu bilan ertalab 9 da kelgan bo'lsak, kechqurun 5 da boshlanadigan pokazimizda soat 6 da eson-omon boshlab oldik. Bilasizlarmi, betaman bitta dizaynerlarni ko'rsatib ketyapman, lekin har bittasini o'zini ishlari juda ham zo'r va vizani ichida, shu pokazning ichida 700 ta odamning ichidan 15 tasini tanlab olishgan. Bu juda ham video tugab qoldi. Shuning uchun men sizlarga eng muhim narsani aytib berishim kerak. Shu pokazda biz oxirida ham bitta volontyorimizga bitta grammotalarni olib chiqib berishimiz kerak edi. Bilasizlarmi, menga nima berishdi? Birinchi o'rin uchun beriladigan 10,000 dollarlik, короче, birinchi o'rinni plakatini berishdi va men shuni ushlab turganimda meni sahnaga chiqarib qo'yishdi va odamlar meni fotkatsiya qilishdi, rasmga olishdi va men o'sha yerda turganimda как будто bu menga berishyapti deb o'ylagandek hislarni oldim. Ularni hammasini bitta videoda tushuntirib bera olmayman, lekin bu men uchun eng zo'r kun.